Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Qadirlik Facebook'taki dünyanın her qaysı joylardaki qarindaşlarım, hammalarınki şu vakti ve bunun ilgili vakti hayırlık bolsun. Ben dostumla Abdülaziz Beş Toğrak İstanbul'dan sizlerge Müslümanca Allah'ınki cennet selamı bolgan Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu degan salamni yo'llavatman canım dostlarım. Bugün biz vaqt biraz qis, o'qiydigan mazmuni bek ko'p emas. Mushu necha haftaning yanqisi birlikda o'rganib kelayotgan mas'uliyat iqtidorini besib tushdi degan bunu kitap her shanba kuni birer soatdan o'qib kelayotgan. Bugün 8. bab, en oxirgi babninki ikinci mezmuni. Babның ismi Məsuliyət hayattaki neticelerinin ulu. Bununki birinci mavzusunu biz ötken saat okuduk. Siz özünüz üçün hizmet kılısınız. Ondan ki məsuliyet ruhi sizni aldığın qatağa ötküzüdü. Bu bugünkü birinci tema. Ondan ki məsuliyet şan, şeref demektir degan mezmununu okup ögünüşümüzde bir şeyde kitabımızda Esselam, iştamam ve selam deyimiz canım dostlarım. Ana olsa telefonunki avazını kısıp itip etey. Bu parmak izi bilen açıdığın kıp diken mi? Şu ters işliydi bu telefon. Ana olsa yönüşümüzde başlamalayla canım dostlar. Məsuliyet ruhi sizni aldığınız qatağa ötküzüdü. Başkalarının ot çöplerini orup verip işleydiğen bir oğul bala Bonan hanımga telefon beripti. Ot çöp orguzamsiz. Ot çöp orguzamsiz. Bonan hanım cevap qaytırıptı. Lazım yok. Mening ot çöp oradigan işçim var depti. Oğul bala yana sizga yordamlashib çatqal arasidagi yama ot çöplerini o'tishib bersam depti. Bonan hanım cevap beripti. Mening işçim o ishni qilib bo'ldi. Oğul bala yana men sizga yordamlashib ot çöp ve mağadigan yo'lning etrafini tekşi qirqib beraman depti. Bolan hanım men teklif qilgan kishi o ishlarni qilib bo'ldi. Rahmat sizga. Mana yana ot çöp urush ishchisi lazım emas depti. Oğul bala telefon to'raqchisini joyiga qo'yibdi. Bu chaqda oğul balanın yataktaşı soraptı. Sen Bolan hanımның ot çöplerini orip verip işleyen emas miydin? Bu telefonunu yeni nimişqa birisen? Oğul bala depti. Men yaxshi işleyen işlemigenlikimni bilip bakay dep oyladı. Məsuliyet köplegen kichik işlerden terkip tapıdı. Meyli qanchalik kichik iş bo'lmasin, onu her kandak adamdan yaxshi işlesek, bu kesipki biriliş ruhi buludu. Kesipki biriliş, özünün kesipki hürmet kılış, itikat kılış degenlik. Bir adam kesipki hürmet, sadakatmenlik ruhi bilen muamele kısa, hatta öz kesipden korkuduğun pozisyada bolsa, o kesipki biriliş ruhini hazırlıgan buludu. Hakiki yusundu kesipki biriliş ruhi bombaganda, köz aldığımızdaki addi hizmetler bilen özümüzün hayatlık ahmiyetimizni bağlayamayı kalımız. Hizmetki nispeten hürmet kılış, korkuş pozisyası bulmaydı. Elbette mukaddeslik duygusu ve buruş duygusu mu peyda bulmaydı. Bazılar Engiliya peylavsupi Doman efendim, muvaffakiyetinin birinci ameli nime dep sorgan da o öz hizmetinizni yaxshi ko'rish. Eğer siz shug'ullanayotgan hizmetingizni qizg'in so'ysangiz, hizmet vaqti qancha uzun bo'lmasin, qancha harman, siz özünüzni
xizmat qilyapman demay, aksicha o'ynayapman deb his qiladigan bo'lasiz deb javob beribdi. Kasbga birilish bir xil mas'uliyat ruhining ifodalanishi. Kasbga birilish ruhi bo'lgan odam haqiqiy yo'sinda shirkatning taraqqiyoti uchun tuhfa qo'sha oladi, tuhfa yarata oladi. O'zini xizmatda xushalliqqa erishidi. O Angliyadagi minglagan tumanlagan mal sotquchilarning biri edi. Boshqalar bilan o'xshaydigan yeri har kuni atiganligi nihoyat baldir o'rnidan turib, bir kunlik xizmatiga tayyorlik qiladi. Boshqalarga o'xshamaydigan yeri, o boradigan yeriga 3 soat vaqt sarf qilib boradi. Mayli qancha azobli bo'lsin, berbot odamning holini qo'ymaydigan bu musofani basmay qo'ymaydi. Xizmat uning hamma narsasi edi. O shuningga tayinib yashaydi. Shuning bilan bir vaqtda shuningga tayinib hayotining qimmatini namoyon qiladi. Bilish kerakki, uningga odatdagi kishilarga qaraganda qiyin edi. O 1932-yilda tug'ilgan. Anisi uni tuqqan chaqda doktor qisqush bilan tug'utda yordamlashib etib, ehtiyotsizlikdan uning beshining bir qismini qisib ezib qo'ygan. Cho'ng miya nervi sistemasining faoliyatini keltirib chiqarib, uning so'zlash, menish va qo'llarini kontrol qilishiga ta'sir yetgan edi. Bir cho'ng bo'lgandan keyin kishilar uningga ruhiy holat jihatdagi ig'ir kamchilik bilan to'solg'i bor deb qarashadi. Oblastlik farovonlik organimi uni yallab ishlatishga muvofiq kelmaydigan odam deb bekitdi. Mutaxassislar uni mangu xizmat qilolmaydi deb hisoblaydi. Bir anisiga rahmat aytish kerak. Anisi uni ba'zida o'zi qila oladigan ishlarni qilib turishga rag'batlantirgan. O qaytalab uningga qo'lingdan keladi. Sen xizmat qila olaysan, o'zingga tayinib yashab keta olaysan deydi. Bir anisining rag'batlantirishiga erishgandan keyin mal setish xizmati bilan shug'ullanishga boshladi. O azaldan o'zini meyib deb qaramagan. En dastlabida o Fol Chotki shirkatining xizmat iltimos qildi. Bu shirkat uni rad qildi. Hamda uni xizmat qilishga zotida loyiq emas dedi. Arqadan bir qancha shirkatlar o'xshash pozitsiya qilinib, uni qaytirdi. O'xshash pozitsiya qo'llanib, uni qaytirib etdi. Ammo bir hergizmi vaz kechmadi. Oxirida Whitingki shirkati nihoyat xohlamagan holda uni qabul qildi. Ammo bir shart qo'ydi. Bir boshqalar xohlamaydigan botlam o'g'in rayonlarining kasbini qabul qilish lozim edi. Garchi shart jondan o'tkidak darajada bo'lsa-mu, ammo o xizmatlik bo'lib qoladi. Bir onunga darhol ma'qul dedi. 1959-yili bir tunji qatim kishilarning ishkiga berib setish bilan shug'ullandi. O 4 qatim ishkilangandan keyin baturroq bo'lib ish qo'ng'iroqini bosdi. Birinchi uydagilar uning tovarini olmadi. Ikkinchi uymi, uchinchi uymi o'xshash bo'ldi. Ammo o qat'iy davomlashtirdi. Kasbga berilishda ruh bilan o'zining qat'iy davomlashtirishiga yo'lak bo'ldi. Xaridorlar mahsulotga qilchi qiziqmasa-mu, hatto uni masxir qilgan bo'lsa-mu, o ruhini tushirmadi. Oxiri u natija yaratdi. Kichik natijadan cho'ng natijaga qarab mangdi. Onun her kunlik xizmat vaqti bilan yo'l menishiga 14 soat vaqt ketadi. Kechda uyiga qaytib kelganda herib
halidan ketetdi. Boğumları ağrıydı, beşinin bir tarafının ağrışımı onu daim kıynaydı. Bir neçe haftada bir katım o bir nuska xeridarlarının mal buyrutuş tizimlikini urup çıkarattı. Onun bir konular kargı kiladigan boğaçqa, başqalar üçün intayin oğay boğan bu işqa 10 saat vaqt sərf qılatdı. Onun üçün capalık mıydı? Elbette capalık idi. O endişi içinde şirketke, hizmetke, xeridarlarga hem de özünün sadaqatmenlik niyetige yölek bulattı. O endişi içinde şirketke, hizmetke, xeridarlarga hem de özünün sadaqatmenlik niyetige yölek bulattı. Her kandak capağımı berdaşlık beretti. Bir mesul boğan rayında barğan sıra köplegen işiklerini o çekip açtı. Öy işitikiler onun tavarlarını setip aldı. Onun kesip neticesi mi özlüksüz örlüdü. O hizmetinin 24. yılı kelgende setiş mahareti en yaxşı mal satqıcı boldu. 20. asrının 90. yılları kirgende bir 60 neçe yaşı kirdi. Whitingis şirketinin 60 neçe min mal satqıcı bar idi. Bar boldu. Ama onlar her qaysı joylardaki magazinlarga qılıp mal satattı. Yalğız bir adamla yanına iş qıqıp mal setip yüretti. Nurgulgan kişiler bahane kayrım kılıp satıdığan magazinlardan Whitingis şirketinin tavarlarını topu bilen setip alattı. Şolaşqa birinin iş qıqıp mal setişi barğansırı təsləşdi. Bu okul yüzünü çıkarıda bir teximi köp tirişçilik gösterdi. 1996 yılı yazda Whitingis şirketi bütün memlekette zincir siman setiş organlarını kurdu. Birinin iş qıqıp mal setişinin yeni hacıda bulmay kaldı. Ama o çağda bir Whitingis şirketinin tavari bulup kaldı. O şirketinin tarixinde en közgü görüngen mal satqıcı, kesipki en birilgen mal satqıcı, icra qilish kuchiga en bay mal satqıcı bolgan idi. Şirket birinin obrazı ve iş izleri arqılıq şirketinin emeli küçünü namayan kıldı. Hem tunci hem en ali şeref boğan alaydı töhbe mükafatını onunla berdi. Birinin hikayesi bizge şuna itip durdu ki meyli qandaqlı adam bolmuşsun. O özü yaqtırıdığan hem özüge muvaffaq keladigan kesipke ega bolgan bolsa onun özünün turmuş şeklimi bar bolgan boludu. O bu sahnede o cemiyet bilen hakiki yüzünde bir gevdi bulalaydı. İniqraq qılıp eysak o ma'lum etrat, ma'lum kesip üçün işleydi. Kesipki biriliş ruhi şahsi prinsip bilen kesbi prinsipinin birleşişi. Kesipki biriliş ruhida en mühim boğunu öz aldığa başkuruş pozisyisi. Birinin hikayesi bizi şunu eğitip durdu ki birinin hikayesi bizge şunu eğitip durdu ki meyli qandaqlı adam bolmuşsun o özü yaqtırdıgan hem özüge muvaffaq keladigan kesipke ega bolgan bolsa onun özünün turmuş şeklimi bar bolgan boludu. Bu sahnede o cemiyet bilen hakiki yüzünde bir gevdi bulalaydı. İniqraq qılıp eysak o ma'lum etrat, ma'lum kesip üçün işleydi. Kesipki biriliş ruhi şahsi prinsip bilen kesbi prinsipinin birleşişi. Kesipki biriliş ruhida en mühim boğunu öz aldığa başkuruş pozisiyası
özünü hocayın deb, şirketning işlerini öz işim deb bilish. Amerikada kasbga intayin berilgan bir mal sotquchi bo'lgan. Baxtga qarshi uning ota-onasi kasal sababidan tangli o'lib ketgan. O azap ishida umidsizlangan. Ota-onasining keynidan ketmoqchi bo'lgan. O ko'rik beshiga kelib, dengizga sakramoqchi bo'lgan. O dengizga sakray deb turganda bir saqchi kelib qopti. Bu saqchimi o'z kasbiga berilgan kishi ekan. O mal sotquchini ko'rik rishatkasidan tartib tushiribdi. O mening mas'uliyatim kishilarning ahamiyatsiz o'lib ketishiga yo'l qo'ymaslik debdi. Mal sotquchi o'ylanib ko'ribdi. O'lay deb o'lolmasa, mal sotay desa sotqudak narsasi bo'lmasa, ammo u nimani qilmasin, mal sotquchi edi. Hamma vaqt setishni o'ylaydi. Shuning bilan o saqchiga o'lib olish niyatini satmoqchi bo'ldi. O saqchiga uda yarım saat so'zladi. Oxirida saqchi uni bir chetga ittirib o'tib, andin tezlik bilan rishatkadan atlab o'tib, o'zini dengizga tashlab oldi. Bu kasbga birlish to'g'risidagi qiziq bir hikoya. Gerçi biz bundaq usulni ma'qul ko'rmasakmi, ma'qullamasakmi? Her bir kishi o'zining xizmat o'rni to'g'risida bundaq o'ylash kerak. Mening şirket sahasiga kirib kelishim o'zim uchun. Men o'zim uchun xizmat qilaman. Albatta, ish haqini tirishib tepish kerak. Bu kun o'tkazishning zaruriyati. Agar sen shundoq o'ylasang, ham to'liq tayyorlangan bo'lsang, amaliy harakatga kirishsang, sen ma'lum soha, ma'lum kollektiv, ma'lum shirkatning haqiqiy yusundagi kim bo'lsa bo'lmaydigan odami bo'lib qolasan. Tirishib xizmat qilsang, xizmatning sana bergini yolg'iz uzluksiz üsüp mağdigan ish haqili bo'lmaydi. Agar sen xizmatning o'zini tajriba o'rganishning bir xil yaxshi shakli, o'zimning mavjud bo'lib turish iqtidorini o'stiradigan yaxshi yo'l deb qarasang, o holda sening har bir xizmating sana nisbatan g'oyat zo'r fursatga to'lib toshgan bo'ladi. Boshqacha qilib aytganda, hozirgi xizmatingga mushundaq shakl bilan qarasang, o holda xizmatingning o'zi qizg'in hissiyotga to'lgan bo'ladi. Eng yaxshi emgak natijalarini aqli o'tkir va qizg'in hissiyotga boy odamlar borliqqa keltirdi. Agar men mushundaq o'ylagan bo'lsam, agar sen mushundaq o'ylagan bo'lsang, o'ylagan o'yingni xizmat o'rningda va shug'ullanayotgan xizmatingning har bir halqasida ifoda qilsang, qizg'inligingning o'zi bilan ta'sirlanib, har kuni o'z vaqtida ishga tushsangmi, yanala jonliqlikqa to'lib tashsam. Bu nuqtadan aytganda, qilayotgan ishlaring sening xizmating, kasbing sening ishlaringning boshlanishi bo'ladi. Ma'lum kasb yoki xizmatni tanlab olgan ekansan, muqarrar holda tirishchan, ishchan, qizg'in bo'ladigan fazilatni tanlab olib, o'z qimmatingni ishga oshirishing kerak. Qadrli qarindoshlar, mas'uliyat iqtidorini besib tushudi degan kitobdan birlikda o'rganish qilyapmiz. Endi mas'uliyat shon sharaf demakdir degan mazmun, ondan keyin shirkat bilan taqdirdosh bo'lish degan mazmunlarni birlikda o'rganamiz. Mas'uliyat shon sharaf demakdir. Shon sharaf uchun jang qilamiz. Bu jang maydonidagi dengiz armiyasi quruqlikda jang qilish qismining a'zolarining qalbidagi eng mag'rur, eng yangroq ovoz hamda dengiz armiyasi quruqlikda jang qilish qismining jang natijalarini yengilishidagi sababning joylashgan yeri. Mayli tinchlik yillarida, mayli urush yillarida bo'lsin, dengiz armiyasi quruqlikda jang qilish qismining uchraydigan jabr jafosi barliq Amerika qismlari ichida eng ko'p bo'ladi. Yangi askarlarni mashqlantirish batalyonidagi cheg'idan boshlablar
Japalık turmuş ve gayet zor besim quruqlıqda jang qilish qismining her bir a'zosiga her vaqt hemrah boludu. Ofitserlarning mashqi texmo japalık. Vaqti texmo uzun bolup, ularning septin qilishimi 50% yetidi. Shundaq bo'lg'achqa, bu qo'shindan qahramonlarni ko'p chiqadi. Dengiz armiyasi quruqliqda jang qilish qismini boshlab 1805-yili 4-ayning 27-kuni urushda yengan Nover Obanna dengiz armiyasi quruqliqda jang qilish qismining birinchi qahramoni bo'lgan. O gerçi hech qanday ordenga erişemegan bo'lsa-mu, ammo o quruqliqda jang qilish qismi a'zolarining mangulik qoyilligiga erishgan. Saymildimi bir qahramon. O 16 yaşında dengiz armiyasi quruqliqda jang qilish qismining bir komandiri. Salohiyatida urush qatnashib, 2 sharaf ordeni olgan. O ordenning birisini qaytirib etishga uringan bo'lsa-mu, oxirida yana elishga to'g'ri kelgan. Pol qahramon bo'lib qolmay, hatto avliyo deb atalgan. O 2-chi darajalik askarlikdan general mayorlikqa qadar o'sgan. İlgili ahir bulup 5 qatim dengiz armiyasının Kirist ordeniga erishgan. O daim degudek mangu sodiqlikning timsoli deb qaralatdi. Achpat Xidsin odamni havaslantiradigan ordenlarni elib bakmagan. Ammo o bir qarovulxonada 39 yil ishlagan. Oxirida 76 yoshida shu qarovulxonada turib etib o'lgan. Bu qo'shin shuning uchun munchola munavvarki dengiz armiyasi quruqliqda jang qilish qismining har bir ofitser askari boshdan oxir bu qismning shon sharafini saqlab kelgan. Ular botir, jang qilishga mahir, intayin jafoliq sharoitlardami g'oyat zo'r qurbon berish ro'yi bilan vatanning manfaatini qo'g'digan. Bo'libmi 2-chi dunyo urushida ularning qahramoni ifodasi hisobni inchik qiladigan dengiz armiyasi quruqliqda jang qilish qismini amaldan qoldirib etmoqchi bo'lgan kishilarning beshiga kaltak bo'lib tekkan. Dengiz armiyasi quruqliqda jang qilish qismi Amerikaning barliq qismlar ichida birdan-bir ko'lami, qurilmasi, vazifasi qonunga yozilgan qism bo'lib qoldi. 1947-yili e'lon qilingan Amerika davlat bexatarligi qonunida dengiz armiyasi quruqliqda jang qilish qismida eng az bo'lganda quruqliqda jang qilish diviziyasidan 3'i, eng az bo'lganda 3 havo armiya cho'ng atriti va muvofiq yordamchi qismlar bo'ladi deb aniq belgilangan. Bugungi kundami dengiz armiyasi quruqliqda jang qilish atriti yanada Amerikaning ko'zir qismi. Amerikaning dunyoga zo'rmiganlik qilishidagi oldida mangadigan eti deb qaralmoqda. Shon sharaf uchun jang qilamiz. Bu nima degan odamni ta'sirlantiradigan ovoz ham. Agar bu ovoz korxonada qo'yib, agar bu ovoz shirkatda qo'yib berilsa, shon sharaf uchun xizmat qilamiz bo'ladi. Tirishib xizmat qilib, şirketki sodiq bo'lib, şirketning shon sharafini qo'g'dash bilan bir vaqtda siz o'zingizning shon sharafini tiklagan bo'lasiz. Boshqalarning hurmatiga erishsiz. Kishilar eng oliy bo'lgan shon sharafni sizga beradi. Gul terg'uchi to'g'riliq bir hikoya bor. O mushu qoidani dal aniq tushuntirib beradi. Bir odam bo'lib tug'ilishidan 2 ko'zi ema edi. Yaşap ketiş üçün o dadısının kesbiga, gül terg'uchilikqa varislik qildi. Gülning qanday shaklda ekanligini o azaldan ko'rib bakmagan. Boshqalar gülni nozuk, go'zal ham puroqliq deydi. O bekar vaqtlarida gülni barmoqlari bilan tutib baqatdi. Qo'llarini tekkizib uni sizatdi. Yoki burni bilan güllarning puruqini puraytdi. Hidlaytdi. O güllerini ruhi bilan sizetti. Güllerinin güzellikini ruhi bilan sizip çıkarttı. Onun güldagi bo'lgan qizg'in so'ygisi hammanglarni besib tushatdi.
O her günü belgilik vakitte güllerini sugurattı, ot çöplerini otap, kurtlarını yo'qotatdi. Yağmur yaqqan çağlarda özü höl bulup kessimi güllerinin üstüde külünüp tutup turatdı. Issiq yaz kunlari özü aptapda qolsimi gullarga tushadigan kun nurini to'sib turadi. Shamol chiqqanda shamolga taqobil turib gullarni o'z badani bilan qo'g'daydi. O faqat bir gulg'u. Onu shuncha bilan asrash ketamdi. Bu faqat gul tiriydiganli bir ishqo. Shuncha bilan kirishib ketishdan ketamdi. Nurg'un odamlar hatto uni sarang bo'lib qopdi deb qaraydi. Men bir gül terg'uchi. Men bu ishqa butun vujudim bilan kirishmasam bo'lmaydi. Bu gül terg'uchilarning shon sharifi dedi o tushunmagan odamlarga. O dal shon sharaf uchun gül terg'an bo'lg'achqa, uning gullari boshqa gül terg'uchi dehqonlarniki qaraganda yaxshi echilib, boshqalarning noit qarshi elishiga erishdi. Men bir gül terg'uchi. Men bu ishqa butun vujudim bilan kirishmasam bo'lmaydi. Bu gül terg'uchilarning shon sharifi. Bu oddiy gapni odatdagi odamlar ichidan chiqarib ayta olmaydi. Siz samimiylik bilan men bir xizmatchi. Men xizmatga butun vujudim bilan kirishmasam bo'lmaydi. Bu xizmatchining shon sharifi deb ayta olamsiz. Amaliyotda shon sharaf bir odamning eng qimmatli boyligidan biri. Magazin jang maydoniga o'xshasa, shirkat bir harbiy qism bo'ladi. Magazinda g'alaba qilamiz, shirkatni saqlab qolamiz deydiganmiz, har bir xizmatchi shirkatning shon sharafini qo'g'dishimiz kerak. Shon sharaf uchun xizmat qilish albatta sizni urush qiling, odam o'ltiring deganlik emas. Shirkat eng munavvar bo'lgandalar onun mevcut bulup turuş kımmeti bulut. Cemiyetki mülazimet kılgandılar cemiyet bergen şan şerefki erişkili buludu. Şan şeref sadakatin kilidu. Şan şeref için hizmet kılış, addi hizmet ornuda en közü küründüğün neticelerini yaratıp, şirketini münevverleştirip, şirketini cemiyet için tehmu yaxşı mülazimet kıldırış digerlik. Şan şeref için hizmet qilish, ko'proq ishlashni o'zligining qo'lga keltirib, texmi ko'p mas'uliyatni ustiga elish deganlik. Shon sharaf uchun xizmat qilish, o'zligining harakati qilib, mas'uliyatingizni eng mukammal ijro qilish, tirishchanlikni bir xil odatga aylantirish deganlik. Mas'uliyat bir xil ruh. Mas'uliyat shon sharaf demakdir. Mas'uliyat kollektifni qadrlash va uni suyishdan, kollektiv tarkibidagi har bir a'zoning mas'ul bo'lishidan, bir xil o'z-o'ziga bo'lgan muayyanlashtirishdan, hayotlikning o'zliksiz o'zidan halqishi bo'lgan intizorligidan keladi. Mas'uliyat odam tabiatidagi o'rlash. Tuvandikisi pochtalyon Filipning hikoyasi. Mening Filipni birinchi qatim uchratishim. Men yangi uy setib olib, uzun o'tmay bo'lgan ish. Yangi uyga ko'chib kirib, bir necha kundan keyin bir odam eshikni chekdi. Eshikni ochib qarasam, tashqarida turgan bir pochtalyon ekan. Yaxshimisiz, Sandoyin apandim? O nayt xushal xuram ko'rinadi. Mening ismim Filt. Mushu yerning pochtalyoni. Men yo'ldan o'tib yo'qlab o'tmoqchi bo'ldim. Sizni qarshi olaman. O'zimni tunishtirmoqchi bo'ldim. Shuning bilan bir vaqtda sizni bilib baqay. Masalan, siz shug'ullanayotgan kasbni nima deb o'yladim. Filt o'ttir bo'yliq bo'lib, kichikgina soqol quyib olgan edi. Qiyofati nayt oddiy ko'rinadi. Gerçi tashqi qiyofatida bir qandoq ajoyib yeri bo'lmasa-mu, gap so'zlaridan onun samimiyligi va qizg'inligi urg'ib turadi. Bu ish odamni hayron qiladi. Men bir umr pochta qabul qilib kelayotgan bo'lsam-mu,
azaldan pochtalyonning mundaq o'zini tunishtirganini uchratmagan edim. Bu ish haqiqatan qalbimni illatdi. Mark Sanboin pochtalyon Filt bilan mana shundoq tanishib qoldi. Filtning qizg'inligi uningga cho'nqur ta'sir qoldirdi. Keyin Mark Sanjoin komandirovkaga ketdi. Sirtdan qaytib kelganda Filtning kichkina bir harakati Sanjoinni texmo ko'p illiqlikqa erishtirdi. 2 haftadan keyin men komandirovkadan qaytib kelib, ochqushni qo'liqqa kirgizib o'tib, tuyuqsiz eshik oldidagi oyoq surtkichning yo'q turganligini bayqadim. Bu ish kallamdan o'tmadi. Nahotki Danfo degan bu yerda oyoq surtkichni o'g'irlaydiganlar bo'lsa, ha? Natang burilib qarab, oyoq surtkichning peshayvonning bulung'iga berib qolganligini, texi ustiga bir narsani yepib qo'yilganligini ko'rdim. Ish mundaq bo'lgan. Men komandirovkada yurganda Amerika Birlashma Pochta shirkati UPS mening bir xaltamni xato holda mushu ko'cha bo'ylab manganda oldidagi 5-oilaning peshayvoniga qo'yib qo'ygan ekan. Baxtimga yarasha mening Filt degan bu pochtalyonim bor edi. O mening xaltamning xato joyga qo'yib qo'yilganligini ko'rgandan keyin uni qaytarib olib, mening uyimga elib kelib, yo'shirib qo'ygan. Ustida bir bog'oqcha qoldirib, ishning jarayonini tushundirgan. Uni kishilar ko'rib qolmasin deb, oyoq surtkichni ustiga yepib qo'ygan. U nuqul xaltini akilibla bermagan. Uning qilgan ishi UPS doirasidagi qilishga tegishlik yaxshi ish bo'lgan. Minglab tumanlab pochtalyonlar bor. Ularning ishidagi zo'r ko'pchilikka nisbatan u bir xil xizmatlar xolos. Ba'zilarga nisbatan u kishilar yoqtiradigan kasb bo'lishi mumkin. Ammo Filtga o'xshash osonli kishilar uchunlar xat akilib berish bir xil vazifa, bir xil shon sharaf bo'lgan. Bu xil shon sharaf xizmatga bo'lgan mas'uliyatchanlik tuyg'usidan keladi. Shon sharaf bir odamning eng qimmatli boyligidan biri. O shaklsiz mulk deb ataladi. Shon sharaf mas'uliyatdan keladi. Bir odam qalbidagi vazifa, mas'uliyatning chaqiriga quloq solib harakatga kelgandalar, o'zining eng zo'r unumini joriy qildirgan, eng tez, eng o'g'ay holatda muvaffaqiyat qozongan bo'ladi. Siz har doim vazifa, mas'uliyatni bir xil tug'ma burish deb qarab, xizmatni butun vujudingiz bilan ishlasangizlar, xizmatda harg'anligingizni unutib, xushallikqa erisha olasiz. Shirkatga javob qaytaradigan eng oliy shon sharafga ega bo'la olasiz. Qadrli qarindoshlar, soat 3:09 o'tibdi. Mening bu kursim 3:30da boshlanadi. Buni mazmun jiqqamidi shirkat bilan taqdirdosh bo'lish eng oxirgi jon mazmungan buni o'qib o'tib darsimizga mangimiz qadrli qarindoshlar. Yani Japonca GPL, Japanese GLPT, Japanese Language Proficiency Test deyilgan şu imtihanınki birinci derece imtihanı tayyorlik qilibman. Şirket bilan taqdirdosh bo'lish. Kayli ancha qamashqanmi, o'qish tarixi yuqorimi emas bo'lib, ma'lum bir o'yinlik shirkatining kompyuterda xat uradigan xodimi edi. Kaylining xat urish ishxonasi bilan xo'jayinning ishxonasini cho'ng bir aynak ayirib turadi. Agar u xohlasala xo'jayinning ish harakatlarini intan aniq ko'ra oladi. Biroq u asosan u tarafga qaramaydi. Kaylining har kuni degidek besib tugitalmagidek materiallar bor edi. Kayliga ayon ediki, onun o'zining xizmatdagi astoydilligi boshqalardan farqlanadigan birdan-bir ortiqchilik edi. O hamma ishda shirkatni o'ylaydi. Bir varaq basma qog'ozini istirab qilib etishni xohlamaydi. Agar hujjat ancha jiq bo'lmasa, bir varaq qog'ozning ikkala tarafini ishlatadi. Bir yildan keyin shirkat mablag'ining yurishi taslishib, shirkat xodimlarining maoshini tarqatolmaslik xavfi tug'ildi.
Xodimlar arka-arkadan ketib qoladi. Eng oxirida bosh direktor ishxonasida yolg'iz Keylila qoladi. Bir kuni u xo'jayinning ishxonasiga kelib, xo'jayindan "Udulla, sizning shirkatingiz vayron bo'ldimi?" deb so'rabdi. Xo'jayin qattiq cho'chib, "Yo'q" debdi. "Albatta, siz bundaq tugishib ketmasligingiz kerak. Hozirgi ahvol haqiqatan yomon. Biroq nurg'unlagan shirkatlar bizga o'xshashla mushundaq masalaga yo'liqdi. Gerçi 2 milyon Amerika dollari qurilishda esilib qolgan bo'lsa-mu, bu shirkatning vayron bo'lganidan derak bermaydi-da. Bizning yana bir yotoq binosi turimiz bor. Bu turni faqat yaxshi qila olsaqla, o shirkatimizning qayta gullanishining boshlanishi bo'lib qolmamdi." O so'zlab bo'lib, bu turning plan loyihasini chiqardi. Necha kundan keyin o bu turning mas'uli bo'lib ishlaydi. 2 oydan keyin orada ancha yaxshi bo'lmagan yotoq binosining hammasi setilib tugaydi. Keyli 38 milyon dollarlik chekni shirkatga elib keldi. Shirkat oxiri yaxshilanishga qarab mangdi. Keyingi 4 yilda Keyli shirkatning muavin bosh direktori bo'lish sifati bilan xo'jayinning bir qancha cho'ng turiga yordam berdi. Yana aldirashlik ishidan vaqt chiqarib, yarım yil mahirlik bilan pay cheki elib, shirkatga 6 milyon Amerika dollari pul tepib berdi. Yana 4 yil o'tib, shirkat paychilar tuzumiga o'zgartirilganda bosh direktor lider bo'lganda Keyli shirkatning birinchi bosh mudiri bo'lib qoladi. Birisi Keylidan qandaq apchil usul orqali pay savdosida shirkatga foyda yetkazganligini so'raganda, Keyli oddiylik qilib, ko'ngil qo'yish, shaxsiyatchilik qilmaslik deb javob bergan. Haqiqatan shundaq. Siz namada bir tarafdan shirkatga ishlab, yana bir tarafdan o'zingizning nafsi bilan hisoblashsangiz, qandaqmi shirkatga foyda olib kela olasiz. Dunyodagi ba'zi qoidalar asosan o'xshash. Masalan, er-xotin ikkisi bir-biriga sodiq bo'lganda, ondan baxtni his qilg'ili bo'ladi. Shirkat va xizmatchi xodim bir-biriga sodiq bo'lganda, ondan o'zaro bir-birini ilgari surgili, taraqqiy qilg'ili bo'ladi. Biz har qanday vaqt sadoqatimiz yo'qotib qo'ysak bo'lmaydi. Chunki o shirkatning muvaffaqiyat qozonishining ul tashi ham shaxs taraqqiyotining zaruriyati. Amerika dengiz armiyasining qo'riqda jang qiluvchi qismi taraqqiyoti jarayonida ko'p qatim tarqalib ketish xavfiga uchragan. Andrew Jackson Amerikaning dengiz armiyasining qo'riqda jang qiluvchi qismini tarqatib etishni hamda 1829-yilda uni qonun orqali ijro qilishni tashabbus qiluvchi Zongtonga. Ikkinchi dunyo urushidan keyin Zongtong xalli Trumanmo mushunda ish qilgan. O qo'riqliq armiyasining bir turlik planiga imzo qo'ygan. Planda barliq qurolli qismlar bir urush qilguvchi qismga birlashtirilmoqchi hamda birli odam qo'mondonlik qilmoqchi bo'lgan. Bu dengiz armiyasining qo'riqlikda jang qilguvchi qismining yo'qligidan derak beradi. Biroq dengiz armiyasining qo'riqlikda jang qilguvchi qismi har qatimda o'zining sadoqati va urush qilish iqtidori orqali o'zining mavjudligini namoyon qiladi hamda taraqqiy qilib Amerikadagi sarxil qo'shinga aylanadi. Dengiz armiyasining qo'riqlikda jang qilguvchi qismi nima uchun necha qatimliq tarqoqlashtirib etishdak o'tgandan o'tib Amerikadagi sarxil qo'shinga aylanib qoldi? Chunki bu dunyoning oldingi qatordagi bir turkum askar ham ofitserlarning dengiz armiyasining qo'riqlikda jang qilguvchi qism bilan birlikda taraqqiy qilganligidan bo'lgan. Lorjis Shangley, Loli Sherliff qatorliq yangi askarlarga shundaq deydi. To'g'ri. Mabada dengiz armiyasining qo'riqlikda jang qilguvchi qismidagi a'zolarning taraqqiyoti bo'lmasa, dengiz armiyasining qo'riqlikda jang qilguvchi qismining taraqqiyoti bo'ladimi? Aksincha yana dengiz armiyasining quruqlikda jang qiluvchi qismining qattiq mashqi bo'lmasa, uning dunyoning oldingi qatorida turadigan urush iqtidoriga ega a'zolari bo'ladimi? Keyin Loli Sherliff shirkatning maslahatchilik xizmatini ishlaganda doim Lorjish Shangleyning so'zini shirkat xo'jayinlari
hem de xodimlarga so'zlab beradi. Şirket bilen xodim bir o'rtaq tan. Şirketning yetilishi xodimlarning yetilishi orqali amalga oshadi. Xodimlarning yetilishi yana şirket degan bu sahnaga tayinadi. Şirket gullansa, xodimlar ro'naq topadi. Şirket tugasa, xodimlar zaval topadi. Microsoft shundoq, IBM shundoq, Ormamu shundoq. Barliq şirketler mana mushundoq deydi Loli Shelf. Microsoft, IBM, Loli, Orma, Microsoft, IBM, Orma qatorliq şirketler dünyanın aldığın katardaki şirketler bulup terakki kıla aladı. Çünkü dünyanın bir türküm aldığın katardaki xodimleri bu şirketler bilen baştan ahir birlikte küreş kıldı. Hem de şirket bilen taqdirdaş bula aladı. Şirket bilen dertdaş bula alısınızla. Onun bilen en terakki kıla alaysız. Şirket tez günge qalğanda qaçaq asker bulup qalmang. Adamның harduqni chiqargudek muvaffaqiyat japa mushaqqatda qo'lga kelgan muvaffaqiyatdir. Kodak shirkatining taklif tuzumi dunyoga mashhur. Bu xil tuzumning paydo bo'lishi mangu sodiq xodim va aynak deriz bilan munosabatlik. 1880-yili George Eastman Kodak shirkatini qurdi. Dastlab qurilganda necha 10 kishi ishlaydigan kichik shirkatni qanday qilgani zo'rayt qilib bo'ladi degan masala George'ning o'ltirisi qopsi o'ylaydigini edi. 1889-yilning bir kuni George odatdagi bir xodimning o'ziga yozgan taklif xatini topshirib oldi. Bu taklif xatining mazmuni ko'pmi emas, xatimi qamlashqanmi emas bo'lib, biroq uning ko'z oldi yo'rib ketdi. Bu ishchi taklif xatini mundaq yozdi. Taklifim ishlab chiqarish bo'limining aydiki pokiz surtilsa. Mundaq masalaga nurg'un boshqaruvchi diqqat qilmagan bo'lishi mumkin. Ba'zilar ishchilar kichik masalalarni yo'g'on qilib o'tib bordi deb qarashi mumkin. Ilgari George shunday qilgan. O aynakni surtib o'tishni kichik ishlarning ishidagi eng kichik tilga elishga arzimaydigan ish deb qaragan. Bu qatim unda qaramagan. O buningdan uning ahamiyatini, şirketning taraqqiyotini to'nib yetgan. O ichida xushal bo'lgan. Mana bu xodimlardagi sadoqatku. O darhol mukofotlash cho'ng yig'in ichib, o ishchiga o'z qo'li bilan mukofot berdi. Yig'indan keyin George munosabat tarmoqlarga xodimlarni taklif qilish tuzumini tuzgizdi. Bu tuzum hozirgacha ijro qilinmayapti. 100 yildan ortiq vaqtda shirkat xodimlarining bergan taklifi 2 billion xilga yaqinlashdi. Shirkatning qabul qilgani 600 mingdan eshib ketdi. Bu takliflar shirkatning zo'r miqdordagi mablag'ini tejab berdi. Faqat 1983-1984 2 yilda shirkat qabul qilib ishlatgan muvofiq takliflardan tejilib qolgan mablag' 18 million 500 ming Amerika dollariga yetdi. Yana bir tipik misal o Singapurdagi ma'lum bir restoranda yuz bergan. Bir kuni tushdan keyin soat 2 da restoran mehmonsaroy qahvaxonasiga 4 mehmon kirib keldi. Ular qo'llaridagi materiallarni elib intayin astoydillik bilan masalalarni muhokama qildi. Biroq soat 2:30 dan boshlab qahvaxonadagi mehmonlar ko'payib, varang-churung bargan sari yuqorilaydi. Bir mulozim qiz naq bu 4 mehmonning qishidan o'tib ketib qolganda, ularning orasidagi birisining varqirab, "Nima? Yana bir dag'a, bakla varang-churung, iliq anglamayapman" deganini anglab qoldi. Qoida bo'yicha aytganda, bu ishning mulozim qiz bilan qilchi munosabati yo'q edi. Mehmonlar o'zi xolab varang-churung qahvaxonani sodini maslahatlashadigan so'rin qilib tanlab olgan bo'lg'achqa restoranning hech qanday mas'uliyati yo'q edi. Biroq bu qiz mangu sodiq bo'lishni, har bir mehmonga g'amxo'rlik qilishni shirkatga sodiq bo'lishning konkret ifodasi deb o'ylaydi. Shuni o xaridorlar bo'limining direktoriga telefon berib,
boş uyning bar yo'qligini surishti qilib bo'lib qolsa, bu 4 mehmonga vaqtincha bo'lib qolsa, bu 4 mehmonga vaqtincha ariyat berib turishni o'tidi. Xaridorlar bilimi darhol haqsiz bir uy ajratib berdi. 2 kundan keyin mehmon saroy restoranning bosh direktori bir parcha rahmat xatini topshirib oldi. Mehmon saraylarning oldingi kunidagi ta'minlagan mulozimatiga ko'pdan ko'p rahmat. Biz nayt e'tiborlandik. Biz dunyodagi eng yaxshi mulozimatning nima ekanligini his qildik. Mushundaq munavvar xodimlar mehmon saraylarning faxri. Biz sizlarning doimli xaridoringlar. Bundan keyin biz sizlarning mangulik xaridoringlar bo'lishdan tashqari bizning shirkatdagilar va chet eldan kelgan mehmonlarimiz mangu sizlarning tashviqotchilar bo'lib qoladi. Shirkat bilan taqdirdosh bo'lish xodimlar mas'uliyatining ifodasi. Bo'libmi har bir shirkat xodimining xizmat qiblanomasi bo'lishi kerak. Shirkat bilan taqdirdosh bo'lish quruq shuarvozlik hem ağzıda sadaqatmanlik ko'rsatish bo'lmasdan, balki uni konkret xizmatida ifodalash demakdir. Shirkat dahshatlik buran chapqundagi bir kema. Her bir xodim bu kemaning matroslari. Bu kemaga chiqqan xodimlarning taqdiri bilan kemaning taqdiri bir yipqa, ya'ni shirkatning taqdiri bir yipqa bog'langan bo'ladi. O barliq matroslar, ya'ni xodimlarning butun kuchi bilan paloq urib, muvaffaqiyat qirg'iqiga uzib berishiga muhtoj. Qadrli qarindoshlar, shunday qilib 256-bet kitap tugudi. Zaren Xingyu Ningli degan kitapken bu Xitoychasi qachon nashr qilinib ekan desanglar, 2010-yili 3-oyda birinchi qatim nashr qilinib ekan. Vatandagi bahsi 38 yuan ekan. Buni rahmatli dadam bu mas'uliyat iqtidorini besib tushirdi degan kitobni menga sovg'a qilgan, evatib ekan o'z vaqtida. Meni bu dadamninki rahmatlikning imzosi qadrli qarindoshlar. Hamda biz zodi nima uchun mush kitobni tanlab evatganligi va mas'uliyatning iqtidorini haqiqatan besib tushirganlik to'g'riliq nurg'un narsalarni o'rganib o'tdik. Mas'uliyat degan kelime bek ko'p chiqdi ekan qadrli qarindoshlar. Shunga hammamiz o'zimizga, oilamizga, jamiyatga, hamma ishga mas'uliyatchanlik ko'zi bilan qarasak, inshaalloh taqvo qarindoshlardan bulaymiz qadrli qarindoshlar. Allohning o'ziga omonat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.